keldik. Volkspark degan joyda odamlar shu yerga yig'ilib turibdi, razminkalar qilishyapti. Shu yerga kirib, biz ham narsalarni, kiyimlarni tayyor qilib, yugurishga tayyorgarlik ko'ramiz. Birinchi o'chirda kirib, nomerlarimizni olishimiz kerak. Hozir menimcha shu xonada bo'lishi kerak. Olamiz. Kiyimlarni kiyib oldik. Nomerlarni allambalo berishdi. Misol 4 euro to'ladik. Bunaqa kichkina qog'ozcha taqib oldim. Nikida o'sha Hallo schön. ko'krak qafas qismiga taqib olgan. Shu 2 kilometr, men 4-7 kilometr yuguraman. Oddiy mahalliy yugurish musobaqasi bo'lgani uchun kam xarajat bilan 4 eurogina to'lab shunaqa kichkina qog'ozda yozishadi va oxirida kelganingizdan keyin vaqtingizni ham qo'lda yozib qo'yishadi. Bunaqa avtomatiziranный sistema orqali, chip orqali vaqt hisoblashmaydi. Shunaqa kichkina shaharda kichkina yugurish, shunda ham odam ko'p yugurishga tayyorlanyapti. Bolalarni olib kelishgan. Hozir bolalarning yugurishi bo'lyapti 15 minutdan keyin. Asosiy o'sha 3.2 va 4.7 kilometr yugurish bo'ladi. Ota-onalar qo'llab-quvvatlab. Menimcha tugadi, shu bilan endi kattalarning yugurishi boshlanadi. Machen wir es dieses Jahr etwas anders, einfach um das Feld ein bisschen zu entzerren und damit ihr nicht stürzt. Also quasi alle, die eine grüne Karte haben, starten um 10:15 Uhr. Plus yo'llarni tushuntirdi. Nechta aylana bo'lishini va soat 10-15 da birinchi erkaklar, keyin ayollar boshlaydi, ketma-ketlikda. Va erkak kishilar o'sha 4-7 kilometr, ayollar 2 minutdan keyin boshlaydi. Shuni tushuntirib berib, hamma tayyorlandi, bo'lim oldi. Ko'rishingiz mumkin. Yashil kartasi borlar, yugurishni boshlaydi. Yugurishni boshladik. To'satdan hali 13 da boshladi. Tepaliga qarab yuguramiz. O'rmon ichida orqada kelishyapti. Ayollar ham 2 daqiqadan keyin boshlagan. O yetib olsa kerak bizga. Nisbatan qiyin. Sababi tepaliga qarab yuguramiz. Va yo'l tagida azina qor va muzlar bor. Ayollardan birinchi o'ringa ketayotgan o'tib ketdi bizdan. 2 kilometr 3-chi aylanaga kelyapman. Har bitta aylana 9 minut aylanaga 5:30 tezlikda yuguraman. Tepaliga pastga qarab tushaman. Yarmi tepalik, yarmi pastlik. To'rtinchi aylanaga kirib kelyapman. Tepaliga qarab chiqaman. Yana 2 aylana bor. Kim krugini tugatgan bo'lsa, o'ngga qarab haydab ketyapti. Yana aylanasi bor. Chapga. Menda yana bitta aylana bor. Bundan keyin tugatamiz. 1 kilometr qoldi hozir. 3-6 kilometr. Davida? Oxirgi aylana deyarli tugatib qoldi. Bunaqa kichkina yugurish musobaqalarida bitta tomoni ko'pchilik
yaxshi yuguradiganlar bo'ladi. Va hozirda orqaga qaraganda mendan keyin atigi 3-4 ta odam bor. Qolgan hamma o'zi tugatib bo'lgan, yoki mendan oldinda. O'shaning uchun bagaj o'shaning uchun bunaqa joylarda yanada tezroq yugurishga havaskor, lekin ancha tez yaxshi yuguradiganlar bilan yugurish tajribasini orttirsa bo'ladi. Pastga qarab tushamiz. Qorli joylarda. Finish liniyasiga kirib kelamiz. Odamlar juda kam. Erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Tugatdik yugurishni. Op je watch. Yetganimda eng oxirgilardan bittasman. Kirib qog'ozimizni olib qolishdi, keyin vaqtni yozib olishadi. Shu bilan orqaga qaytamiz. Bunaqa qog'oz berishdi. Sertifikat, shu qatnashganligimiz, soat, vaqtlar haqida. Va yugurishda shunaqa narsalar, sport bo'lsa, musobaqalardan olsangiz va soliq sug'urtaga topshirsa, bonuslari bor. Ochkolar beradi, uni keyin soatga, kiyimga, har xil narsalarga almashtirsa bo'ladi. Yoki sport zalga yozilsangiz 50% chegirmasini to'lab beradi, 50%ni o'zingiz to'laysiz. Shunaqa yaxshilik, qulaylik tomonlari bor, o'shaning uchun yig'ib yurish kerak. Endi esa kirib, kiyim almashtirib, Dessauga qaytish poyezdini chiqib olishimiz kerak bo'ladi.